Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi mana. Ketgan joylarni qilib beryapmiz amakimiz mashinalariga. Sharovoy qo'ydik. Rezinkalar polni yangilab turib, bir sidirib, mehr berib, seplentroslar qo'yib, cho'tka qilib berdik. Amakimiz ham bitta iltimos qilamiz, fikrlarini bildiradilar, tomosha qilamiz. Amakimiz yurib keldilar, hozir o'zlaridan bitta fikrlarini bilamiz. Amaki, mashina qalay bo'libdi? Rahmat ukalar, rahmat. Alloh taolani o'zi isloh qilsin. Amin. Iste'dodlaringga Alloh yana barakasini bersin. Rahmat. O'zi nusrat berib, mana 2019 dan beri mana shu ukalarimizni texnikaga murojaat qilamiz. Har yili bir marotaba mashinani ko'rsatamiz. Ilohim nihoyatda xursandmiz. Rahmat. Boshqa texnikalarimizni ham ko'rsatamiz. Rahmat uka. Joningiz sog' bo'lsin. Mashina sabablar-ku ko'p qoldik. 2019 dan yaqin 6 yil. 6 yil, rahmat. Farzandlaringiz Alloh kamolini ko'rsasin. Aytganingiz ketsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, lokatsiyamiz ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik so'rayapti, lokatsiyalar qayerdasizlar deb. Astepada mana 42-maktabda, pashti ro'parasi mana shu yerda Gazvada bor mana. 42-maktab. Bu tomon Naymanchadan kelish. Bu tomon mana Kojinniy Vanisadan kelish. Mana metanni burilishi. Bemalol kelaverasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shu profilga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.